Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshidanoq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiya Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 4-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Umar Toho surasini davomini o'qiy boshladi. Senga ey Muso haqidagi xabar keldimi? Esla, u uzoqdan bir olovni ko'rib, ahli oilasiga shu yerda turinglar, men bir olov ko'rib qoldim. Shoyatki sizlarga undan biron cho'g' olib kelsam yoki shu o't oldidan biron yo'l ko'rsatuvchi topsam dedi. Bas, qachonki u olovni yaqiniga kelgach, ey Muso degan nido eshitildi. Men seni parvardigoringman, endi kavushlaringni yechgin, chunki sen muqaddas Tuvo vodiysidasan. Men seni payg'ambarlikka tanladim. Bas, o'zingga yuboriladigan vahiyga quloq tut. Darhaqiqat, men Allohdirman. Hech qanday iloh yo'q, faqat men bordirman. Bas, sen mengagina qullik qil va meni zikr etish uchun namozni to'kis ado et, toki har bir jon qiladigan sa'y-harakati sababli jazolanishi uchun qiyomat soati albatta keluvchidir. Lekin men qiyomat qachon qoyim bo'lishini yashirishni istadim. Bas, seni qiyomatga ishonmaydigan va havoyi nafsiga ergashgan kimsalar undan to'smasinlarki, u holda halok bo'lursan. Fatima bilan Said qo'rquv ichida Umarni kuzatib turardi. Ora-sira uning zo'r g'ayrat ila boshini sarak-sarak qilayotganini ko'rdilar. Bu borada Habbob ham bir joyga bekinib olgancha nafasini yutib natijani kutar. Allohim, Habibi Akram iningni duosini qabul et deya tinmay yolvorar edi. Hozir bir jihatdan uning hayot-mamot masalasi hal bo'layotgan edi. Chunki agar ish chappasiga ketguday bo'lsa, Umar uni ham sog' qo'ymasligi aniq. Nihoyat Umar boshini ko'tardi. O'ta jozibali, ta'sirchan kalom ekan bu, dedi. Shu birgina jumla taka-puka bo'lib turgan yuraklarga orom bag'ishladi. Ko'ngillari tinchlandi. Erkin nafas ola boshlashdi. Habbob yashirinib turgan joyidan chiqdi. Yo Umar, fikrimcha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblarining duolari qabul bo'lganga o'xshaydi. Chunki u zotni Allohim bu dinga Umar yoxud Amr bilan quvvat ber deya duo qilayotgan holatlarini ko'rgan paytlarim bo'lgan edi. Allohning rasuli hozir qayerda? Fatima javob berdi. Agar biror ishkal chiqarmaslikka so'z bersang aytamiz. Qasam ichaman, unga hech qanday yomonlik qilmayman. Juda soz. Ular hozir Arqamning uyidalar. Umar Habbobga o'girildi. Oldimga tushda meni o'sha yoqqa boshla dedi. Habbob o'rnidan turdi. Umar yana qilichini qiniga soldi. Birgalikda yo'lga tushdi. Arqamning uyida tashqarini kuzatib turgan kishi shosha-pisha ichkariga kirdi. Umarni belida qilichi bilan kelayotganini ko'rdim dedi. Yuz ifodalar bir zum jiddiy tus oldi. Yuraklarni hayajon to'lqini qopladi. Nigohlar sarosimali edi. Umar yaxshi bir niyat bilan kelayotgan bo'lsa, marhamat kirsin. Aks holda uni o'zining qilichi bilan o'ldiramiz. Jiddiy ovoz edi bu. Boshqa bu so'zlarni aytgan kishiga tomon o'girildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizning amakilari Hamza ibn Abdumuttalib edi gapirgan. Nabiy Akram sallallohu alayhi va sallam ichkariga taklif qiling, kirsin dedilar va o'rnlaridan turib kuta boshladilar. Umar kirib huzuri nabiyda to'xtadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning yoqasidan tutdilar. Ey Hattobning o'g'li, sen umringni oxirigacha shunaqa bo'lib qolaverasanmi dedilar. So'ngra muborak yuzlarini ko'klarga qaratib rahmat iltijo qiluvchi bir ovoz bilan Allohim, bu Hattobning o'g'li Umardir. Allohim islom dinini Umar bilan Hattob bilan quvvatlantir deb yolvordilar. Ushbu voqea guvohlari miq etmas, lekin eng samimiy tilaklar bilan ichlarida chin yurakdan amin der edilar.
Umar tiz cho'kdi. Shunday holatda ham o'rtacha bir odam bo'yi keladigan gavdali Umarning boyagina 3 kun sachrab turgan ko'zlari endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarashdan uyalgandek yer chizar edi. Dag'al ovoz o'ta darajada yumshoq ohangga o'ralib chiqdi. Men bu yerga musulmonlikni qabul qilish uchun keldim. Allohga va rasuliga iymon keltiraman. Risolat shohi janobimiz sallallohu alayhi vasallamning qalblari bir onda nash'aga to'ldi. Buyuk Alloh duolarini qabul qilgandek, Umardek bir shaxsiyatni iymon keltirishi uchun oyoqlari tagiga boshlab kelgan edi. Baland ovozla Allohu akbar deya hayqirdilar. Faxrul Mursalin sallallohu alayhi vasallamning xursandliklariga boshqa mo'minlar ham qo'shilishdi. Ular ham Allohu akbar deya qichqirishdi. Makka ko'chalari bu takbir ovozlaridan titragudek bo'ldi. Buyuk Umarning islomga kirishini Sarvari Anbiyo sallallohu alayhi vasallam va sahobalar go'yoki to'p otish bilan qarshilaganday bo'ldilar. Umarning yuragi qattiqlikda toshlarga ham dars berar, o'tkirlikda gavharni ham yo'nishga qodir edi. Shunday odam faxri olam payg'ambarimizning duolari bilan, rahmat suvlari bilan poklanib, shashtidan qaytdi. Yo'lga buyuk payg'ambarni o'ldirish uchun chiqqan Umar shu onda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qoshlarida iymon keltirish uchun tiz cho'kdi. Komil ishonch ila kalomi shahodatni so'zladi. Bu hodisa mo'minlarga tom ma'noda bir bayram bo'ldi axir. Shu kungacha nomiyoh ko'plarni zir titratib kelgan ashaddiy dushmanidan qutulib, butun borlig'i bilan maqtasa arzugulik bir do'st qozonilgan edi. Din u bilan aziz bo'lajak, quvvat ham sharaf topajak, dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Uning musulmon bo'lishi uchun dargohi ahadiyga yolvorib necha bor duo qilgan ulug' inson edi. Kishilik tarixida uning bu sharafiga sheriklasha oladigan ikkinchi bir shaxs bo'lmagan va bo'lmas ham edi. O'sha kunlarda Umar 34 yoshlar chamasi bir pahlavon yigit edi. Umar ketgach, jonini hovchilab qolgan Fatima bir necha soat tashvishga ko'milib o'tirdi. Ajabo, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayerda ekanliklarini aytib xato qildimmikan deb o'ylar. So'ngra akasining bir zumli mard yigit ekanini eslab, ko'ngliga taskin berar edi. Shu payt qulog'i ostidan takbir ovozlari eshitildi. Yaqinlashgan sari ovozlar balandlashardi. Bir to'da odamlar Allohu akbar deya baqirishar. Ko'chalar larzaga kelgan edi. Nimalar bo'layotganini bilish uchun tashqariga chiqqanlar yaqin atrofda e'tiborga loyiq hech nimani ko'rmay uylariga qaytib kirib ketdilar. Kechga yaqin Fatima akasining musulmon bo'lganini eshitib, sevinchidan telba bo'lib qolayozdi. Arqam ibn Abul Arqamning uyi o'sha kuni katta bir bayram sevinchiga to'ldi. Buyuk bir mo'jiza, xushxabar bor edi. Endi musulmonlar zabardast Umar vositasida Allohning yordamiga sazovor bo'lajak, huzur halovat topajaklar. Musulmon bo'lganidan beri jabr sitamlar ichi chig'angan mo'minlarga albatta katta sevinch bag'ishlagan edi bu hodisa. Umar bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tillaridan islom dinining hukmlarini tingladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dona qilib gapirar, haqdan va haqiqatdan so'zlar. Insonni aqliga ne daraja bo'lsa, ruhiyatga va qalbiga ham shu daraja xitob etar edilar. Har bir so'zlari Umarning ichki dunyosini pokladi. Kufr va shirkka to'la qalbi iymon va islom nuri ila yo'g'rildi. Yo Nabiyulloh, biz har jihatdan aql va chin dinga kirdik, shunday emasmi? Shunday. U holda nima uchun bu yerga yashirinib o'tiribmiz? Sizni haq din bilan jo'natgan Allohga qasamlar bo'lsinki, men hamon mushrik deb biluvchi har majlisga borib musulmonlikka kirganimni ochiq aytaman. Umar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan xayrlashib chiqib ketdi. Ertasi kuni tong saharda Abu Jahlning eshigi taqilladi. Umar ibn Hattob keldi deb xabar berildi. Abu Jahl o'rnidan sapchib turdi. Qiziqarli va xabar eshitishga ishonchi komil edi. Marhamat qil, yo Umar, xush kelibsan, jiyan, deya qarshiladi. Men ichkariga taklif qilibsan deb o'ylamayman. Yo Amir, nimaga endi? Yo Umar, eshigim sen uchun har doim ochiq.
Men Allohdan o'zga hech bir iloh va ma'budning yo'qligida hamda Muhammad ibn Abdulloh Allohning bandasi va rasuli ekaniga iymon keltirdim. Senga ushbu xushxabarni ma'lum qilish uchun keldim. Abu Jahlning to'satdan avzoyi o'zgardi. Gaplaring jiddiymi yo Umar? Deya duduqlandi. Miyasiga bir narsa qattiq urilganday bo'lgan edi. Umar unga javoban ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh deyish bilan cheklandi. Abu Jahlning bir zumda qovoq tumshug'i osilib ketdi. Alloh seni jazoingni bersin, keltirgan xush xabaring boshingdan qolsin dedi-da, zarb bilan eshik uning yuziga yopildi. Shu tariqa orada mavjud bo'lgan qarindoshlik va do'stlik aloqalari ham uzildi. Yo'llar ajraldi. Abu Jahl g'azab va kin hirsi bilan uyga kirib ketdi. Umar huzur va zavq hissi bilan yo'lda davom etdi. Qo'li qilichning dastasida har on janjal chiqib qolsa otilishga hozir, ko'zlari o'tkir nigohlari unga qaraganlarning yuraklarini tilka pora qiladigan va mard inson mo'minlarga zulm qilinayotir deb eshitgan har bir ko'cha, har bir burchakning zarracha ham qo'rqmay aylanib chiqdi. Qaysi majlisga borsa u yerda bir to'p mushriklarni uchratsa, o'sha yerda to'xtadi va shahodat kalimalarini baland ovozlarda aytdi. So'ngra ularning bunga javoban munosabatlarini kutib turdi. Kecha uni o'ldirishga qasd qilgan eding-ku, yo Umar, dedi birovi. To'g'ri, biroq u haq dinni keltirganiga ishondim va musulmon bo'ldim. U holda bundan buyon bizdan uzoq yur. Uzoq yurmasam nima bo'ladi? Boshqa kishi bo'lganida bu savoliga javob tayyor edi, ammo uni Umarga qarshi aytish mushkul. Bunday paytlari mushriklar jim bo'lib qolar, boshlari egilar edi. Xabar yashin tezligida butun Makkaga tarqaldi. U yerga otlansa, hali o'zi bormasidan uni musulmon bo'lgani haqidagi xabar yetib borardi. Nihoyat gavjum bir jamoa qarshisida yana shahodat kalimalarini keltirar ekan, oldindan tayyorgarlik ko'rib qo'yganlar uning ustiga tashlandilar. Shiddatli bir to'polon, ur-sur boshlandi. Umar qarshisiga kim kelsa bir urishda yiqitar, bir zarba bilan safdan chiqar edi. Ammo buncha odamga qarshi uzoq vaqt bas kelish amri mahol edi. Sekin-sekin mag'lubiyati yaqinlasha boshladi. Shunda birdan nima gap, nima to'polon degan bir ovoz eshitildi. Bu Oz ibn Voliyning ovozi edi. Umar dinini o'zgartiribdi deyishdi unga. O'zgartirsa sizni ishingiz nima? Odam chin yurakdan istab boshqa dinga kiribdi. Xo'sh, nima bo'pti? Qani tez tarqalinglar-chi? Bu so'zlar ta'sirini ko'rsatib janjal tugadi. Yig'ilganlar birin-sirin tarqalishdi. Oradan bir necha kun o'tdi. Yo Rasululloh, tashqariga chiqaylik, mushriklarga islomning qudratini namoyish etaylik, Ka'ba yonida namoz o'qiylik. Payg'ambarimiz bu taklifga rozi bo'ldilar. Musulmonlar ikki qator bo'lib tizildilar. Bir safni boshida Umar ibn Hattob, ikkinchisining boshida Hamza ibn Abdumuttalib shahdam odamlar bilan Ka'ba tomon yo'l oldilar. Bunday vaziyatga mushriklar ilk bor ro'paro kelayotgan edilar. Shu bois ularni hayrat ichida hayajon ila kuzata boshlashdi. Eshiklaridan mo'ralab qaraganlar shu kungacha egik holatda ko'rishga odatlangan boshlarini endi tip-tikka holda ko'rdi. Qo'rquv to'la baqirishlar o'rnini zavqli xotirjam nigohlar egallagan edi. Masjidi Haramda to'xtadilar. Umar o'zlarini qiziqish va adovat ila kuzatayotganlarga o'girilib baland ovozda hayqirdi. Shu yerda ibodat qilamiz, namoz o'qiymiz. Joni shirin bo'lganlar bizdan uzoq tursin. Bolalarni yetim, xotinlarni beva qoldirmoqchi bo'lganlar esa bizga qarshi chiqaversin. Afzali Anbiyo sallallohu alayhi vasallam imomliklarida shu yerda namoz o'qidilar. Hech kim yaqinlashishga jur'at qilmadi. Namoz tugagach tarqalishdi. Mo'minlarning ko'nglida bayram sururi. Shunday natijani necha yillardan beri orziqib kutdilar. Yaqin kunlarda Hazrati Abu Bakrning qistovi bilan ko'chaga chiqqanlarida mag'lub bo'lgan edilar. Ammo bugun hech qanday kor hol yuz bermadi. Bir kimsa lom-mim deya olmadi. Utba deysizmi, Validmi, Abu Sufyonmi? Hammalari bu sahnani tomoshabin bo'lishdan nariga o'tolmadilar. Umarning nigohidan olov chaqnatib qilgan tahdidiga javoban bekorlarni aytibsan deya olmadilar.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: yo Rab, bu dinni Umar ibn Hattob yoki Amir ibn Hishom bilan aziz qil deya o'qigan duolarining ilk mevasi shu zaylda olingan edi. Mushriklar ustidan qozonilgan ilk zafar edi bu.